7 sinf algebra, sonli ifodalar. 13-bet, birinchi mashq. Amallarni bajaring. Birinchi misol. Demak, bu yerda qavsni oldida hech qanaqa ishora yo'q bo'lgani uchun bemalol tashlab yuborsak bo'ladi. Endi 57 dan 27 ni ayirsak osonroq. 57 dan 27 ni ayiramiz 30, 30 ga keyin 26 ni qo'shsak 56 bo'ladi. Demak, birinchi misol javobi 56. Ikkinchisi. Xo'sh, qarang, 49 ga 11 ni qo'shsak osonroq. 60 bo'ladi. 60 dan keyin 55 ni ayiramiz, 5 bo'ladi. 5 dan 0.4 ni ayirsak 4.6 bo'ladi. Uchinchi misol. Uchinchi misolda bir boshdan bajaramiz endi bu yerda. 7,5 kira 2, demak 15 bo'ladi. Ayrilgan 3 ko'paytirilgan tursin. Qavsning ichida plyus bor, bo'lingan bor. Bo'lish birinchi bajariladi. Demak, 0.6 ni 0.2 ga bo'lsak, bu yerda ikkalasi ham ana vergulni bitta-bitta o'ngga bemalol siljita olamiz. Bu kasr deyilganda, faraz qiling bu kasr bo'lish belgisi. Surat va mahrajini bitta songa ko'paytirsak bo'lardi, to'g'rimi? Demak, bu ikkalasini ham o'ngga ko'paytirsak bo'ladi, ya'ni o'ngga bittadan siljitib olamiz. Ya'ni bo'lishda doim vergulni o'ngga yoki chapga bir xil miqdorda siljishi mumkin. Demak, 6 ni 2 ga bo'lish bo'lib qoladi. 6 ni 2 ga bo'lsak 3 bo'ladi. Endi bu 2/1 ni o'zi turibdi. Endi 15 ayrilgan, 3 ko'paytirilgan, 2/1 ga 3 ni qo'shsak 5/1 bo'ladi. Endi 15 ayrilgan, 3 ko'ra 5/1 15/3 bo'lyapti. Demak, 15 dan ayiramiz 15/3 ni minus 0.3 bo'ladi. 7-sinf algebra, sonli ifodalar. 13-bet, 3-mashq. Qiymati 5 ga, minus 2 ga, 1 ga va 3 ga teng sonli ifodalarni toping deyapti. Bu degani bularni yechamiz. Bularning javoblari ana shulardan bittasi bo'lishi kerak. Bu tekshirish uchun berilganday. Xo'sh, birinchisini yechsak, qarang. 40 ni 2 ga bo'lamiz. Qarang, bu yerda bo'lish bor, bu yerda qo'shish bor. Qaysi bajariladi? Bo'lish bajariladi albatta birinchi. 40 ni 2 ga bo'lamiz 20. 20 ga 5 ni qo'shamiz. Qavsning ichida bo'lgani uchun birinchi bajariladi. 20 ga 5 ni qo'shamiz 25. 25 ni 5 ga bo'lsak 5 bo'ladi. Demak, ana 5 birinchisining qiymati 5 ekan. Mana 1. Endi ikkinchisi. Xo'sh, hisoblab yozaylik. 5 ni kvadrati 25. Buni hisoblaylik. 4 kara 8 32. 32 dan 17 ni ayiramiz. 15. 15 ni yozamiz. Ayrilgan 12. Xo'sh, 25 dan 15 ni ayirsak endi 10. 10 dan 12 ni ayirsak minus 2. Ana bu ikkinchisining javobi, demak minus 2 yana ko'rsatilganda. Xo'sh, uchinchisiga e'tibor bering. Qarang, bu 6.9 dan 5, ana bu yerda ayrilgan 6.3 dan 1. Buni 6 qo'shilgan 9 dan 5 deb yoza olamiz. Buni ham shunday qavsda 6 qo'shilgan 3 dan 1 deb yozamiz. Qavs qo'shilganda minus bo'ladi. Ya'ni bu 6 bilan bu 6 minus 6 ketadi. Faqat ham kasr qismlar qoladi, shular bilan ishlaymiz. Demak, 9 dan 5 qoldi bu. Mana 9 dan 5 qo'shilgan. Endi buni noto'g'ri ko'sirga aylantiraylik. Demak, 2 kara 3 6, 1 ni qo'shamiz 7. Demak, 7 suratda 7 keyin ko'paytirsak bo'ladi bemalol. 7 kara 1 7 bo'ladi. 3 kara 3 9. 9 dan 7. Endi ayrilgan bu 6 lar ketgandi, to'g'rimi? 3 dan 1. Umumiy mahraj berishimiz uchun, ya'ni 9 mahraj bo'lishi uchun 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, suratni ham 3 ga ko'paytiramiz. 9 dan 3. Ana mahrajlari bir xil bo'ldi. Bemalol suratlari ustida endi arifmetik amal bajarsak bo'ladi. 5 ga ana qo'shib bo'lgani uchun 5 ga 7 ni qo'shamiz. 12. 12 dan ayiramiz ana 3 ni 9. 9 dan 9 bo'lyapti. 9 dan 9 degani bu 1 degani. 9 9 ga bo'lsak 1. Demak, ana 3-chisini javobi ana ko'rsatilgandek 1. Endi 4-chisi. 4-chisini hisoblaymiz. 15 kara 4 60. 60 dan 27 ni ayiramiz 33. Demak, yuqorida 33. Pastda 5 ga 6 ni qo'shamiz 11. 33 ni 11 ga bo'lsak 3 bo'ladi. Mana ko'rsatilgandek haqiqatdan ham 3. 7-sinf algebra, sonli ifodalar. 13-bet, 5-mashq. Qaysi tenglik to'g'ri deyapti? Xo'sh, bir boshdan boshlaylik. Bu yerda tenglikni shuni bilaylikki, chap va o'ng tomonni hisoblab tengligini tekshirishimiz mumkin yoki bu ifodalarni chapga yoki o'ngga siljishimiz mumkin tenglikdan. Agar masalan bu tomonga ko'chganda
Masalan, bu musbat son bo'lsa, manfiy son bo'ladi. Agar manfiy bo'lsa, musbat bo'ladi. Shuni bilaylik. Xo'sh, masalan, keling, bularni hammasini chap tomonga o'tkazib, nolligini tekshirishim mumkin. Chunki o'ng tomonda hech narsa qolmaydi. Xo'sh, keling, bir boshdan boshlaylik. Bunga 20 mahraj beraylik. 20 mahraj bersak, 10 dan 3 2 ga ko'paytirsa, demak 20 dan 6 bo'ladi. Qo'shilgan, ana buni chap tomonga o'tkazaylik. 20 dan 11 ni, 20 dan 11 ana chap tomonga o'tkazsak, minus 20 dan 11 bo'ladi. Bu mahrajlar umumiy bo'lgani uchun yonma-yon yozdik. Endi bu 4 dan 3, ana bu 2 dan 1 ni chap tomonga o'tkazsak, minus 2 dan 1 bo'ladi. Endi umumiy mahraj bersak, minus 4 dan 2 bo'ladi. Ya'ni 2 ga ko'paytirsak turat va mahrajini. Endi bular mahrajlari umumiy 20. 6 dan 11 ni ayirsak, minus ana minus 20 dan 5 bo'ladi, to'g'rimi? 6 dan 11 ni ayirsak minus 5, bu minus bu yerga tushadi. Endi 4 dan 3 ayrilgan 4 dan 2, 4 dan 1 bo'ladi. Plus teng. Endi 4 dan 1 ni bu tomonga yozaylik, tushunarli bo'lishi uchun. Mana bu 4 dan 1 ni o'zi ayrilgan, ana bu son. Endi bu surat va mahraj 5 ga qisqarsa bo'ladi, to'g'rimi? Bu 1 bo'ladi, bu 5 ga bo'lsak 4 bo'ladi. Demak, 4 dan 1 ayrilgan 4 dan 1 0 bo'ladi. Haqiqatan ham 0 chiqdimi? Demak, bu to'g'ri tenglik ekan. To'g'ri tenglik. Birinchisi to'g'ri tenglik. Ikkinchisini endi yechaylik. Xo'sh, ikkinchisi 22 qo'shilgan 77. 22 ga 77 ni qo'shsak 100 bo'ladi, to'g'rimi? 99 bo'ladi. Endi 17 bilan 8 ni qo'shsak qancha bo'ladi? 25. 25 taqsim 25 1 bo'ladi va bu 99 edi. Demak, chap tomon 100 bo'ladi. Chap tomon 100 turibdi. Endi o'ng tomonni hisoblaylik. 17 ga 8 ni qo'shamiz. 25. 25 ni 4 ga ko'paytirsak 100. Demak, bu tenglik o'rinli ekan, to'g'rimi? Ikkinchisi ham demak to'g'ri. Uchinchisiga o'taylik. Endi uchinchisi. Xo'sh, bu yerda butun qismlarni alohida yozib olaylik. Ana 21 o'zi, e'tibor bering. Minus 3 ana bu yerga keldi. 10 chap tomonga o'tkazsak minus bo'lib o'tadi dedik. Ana minus 10 6 plyuslikmi chap tomonga o'tkazamiz tenglikni minus 6 bo'lib o'tdi. Demak, butun qismlardan ajralgandan keyin endi kasr qismlarni yozsak bo'ladi. Bu 35 dan 8 ayrilgan 70 dan 19. Buni chap tomonga o'tkazamiz. 14 minus 14 dan 5. Buni ham chap tomonga o'tkazsak minus 10 dan 6 teng 0. O'ng tomonda hech narsa qolmadi, shunga 0 deb yozamiz. Endi 21 dan 3 ni ayiramiz. 18, 18 dan 10 ni ayiramiz. 8, 8 dan 6 ni ayiramiz. 2. Demak, hozircha 2 ni yozamiz. Endi kasr qismiga o'taylik. Umumiy mahraj hammasiga 70 bo'ladi. Umumiy mahraj 70 beramiz. Bu 35 70 bo'lishi uchun 2 ga ko'paytirishimiz kerakmi? 8 ni ham 2 ga ko'paytiramiz. 16 ayrilgan, bu o'zgarmaydi. Demak, 70 dan 19 ayrilgan. Bu 14 70 bo'lishi uchun 5 ga ko'paytirishimiz kerak 14 ni. Demak, buni ham 5 ga ko'paytiramiz. 25 bo'ladi. 25 ayrilgan. Bu 70 bo'lishi uchun 7 ga ko'paytirishimiz kerakmi? Buni ham 7 ga ko'paytiramiz. 42. Endi amallarni bajaramiz. Bu 2 turaversin. 16 dan 19 ni ayiramiz. Minus 3. Bu yerda yana ayrilgan. Minus 3 bilan minus 25. Minus 28. Yana ayrilgan. Minus 28 minus 42. Minus 70. Demak, 70 ni 70 ga bo'lamiz. Bu yerda xatolik qilibmiz-ku. 70 chiqdimi? Xato bo'libdi bu yerda. Demak, minus 28 minus 70 ni 70 ga bo'lsak minus 1 bo'lishi kerak edi. Uzr. Hozir buni to'g'rilab qo'yamiz. Mana bu 1. Bu 1. Demak, 2 dan 1 ni ayirsak 1 bo'ladi va bu tenglik noto'g'ri tenglik bo'ladi. Shunda bu uchinchisimi? Uchinchisi demak teng emas ekan. To'g'ri tenglik emas ekan. Xo'sh, to'g'ri qildikmi? Yana bir tekshirib ko'raylik. Demak, minus 20, 70, 70 ni 1 bo'ladi. 1 dan to'g'ri.
Xo'sh, keyingi misolni yechaylik. Demak, 4 ga o'tamiz. Endi 4-si. Xo'sh, 1 ga 4 ni qo'shsak, 5 chap tomonda tursin alohida ana. 5 butun qismi. 3 bilan 5 umumiy maxraj beramiz. Demak, bu 15 umumiy maxraj. 15 bo'lishi uchun bu 5 ga ko'paytirishimiz kerakmi? Yuqorisini ham 5 ga ko'paytiramiz. 10 bo'ladi. 2 kere 5. Bu 15 bo'lishi uchun 3 ga ko'paytirishimiz kerakmi? Yuqorisini ham 3 ga ko'paytiramiz. 3 teng. Endi bu 41,5. Bu 41,5 bo'lsa, demak 2 taqsim 2 deb yoza olamiz. Demak 83 ni yarmi 2 ga ko'paytirsak bu, buni demak 82, bu yarim bilan 83. 83 ni yarmi. 83 ni 2 ga bo'lsak, yana 41,5 bo'ladi. Ko'paytirilgan 15 dan 2. Endi xo'sh, buni qo'shsak umumiy maxrajmi bu? 5 butun 15 dan 13 bo'ladi, to'g'rimi? Mana 5 butun 15 dan 13. O'ng tomonichi 2 lar qisqarsa 83 taqsim 15 bo'ladi. Buni to'g'ri kasrga o'girsak, demak 83 ni 15 ga bo'lganda 5 butun bo'ladi, 75 bo'ladi. Shunda 75 dan ayirsak 83 ni 8 bo'ladi. 15 dan 8. Bu to'g'ri tenglik emas ekan, to'g'rimi? Demak, 4-si to'g'ri tenglik emas ekan. 4-si to'g'ri tenglik emas ekan. Endi 5-sini yechaylik. Xo'sh, 5-sida 1 ayrilgan 17 dan 14. Ayirsak, bu 1 degani 17 dan umumiy maxraj berilganda 17 dan 17 bo'ladi. 17 dan 14 ni ayirsak, 17 dan 3 bo'ladi chap tomon. 5-si demak 17 dan 3. O'ng tomon bu umumiy maxraj 34 bo'ladi. 34 dan 21 ni ayiramiz, 13 yuqorida, pastda 34. Bular teng emas. Bular chunki qisqarmaydi. Tushundingmi? Qisqarmadimi? Demak teng emas. Yana bir buni tekshirish uchun masalan bu diagonallarni ko'paytirib tengligini tekshirishimiz ham mumkin. 3 kere 34 ni 17 kere 13 bilan ko'paytirib tekshirishimiz ham mumkin. Lekin qisqarmadimi? O'zi teng emasmi? Demak teng emas. Demak 5-si teng emas. Endi 6-sini yechaylik. Xo'sh, 6-sini yozib olaylik o'zini. Qarang. 34 ko'paytirgan 150 bo'lingan degani kasr degani, to'g'rimi? Ana bo'lingan 25. Tenglik 17 ga 48 ni qo'shsak 65. 65 ni ko'paytiramiz ana 5 ga o'zi. Endi 150 bilan 25 qisqaradi, to'g'rimi? 6 marta bo'ladi. 34 ko'paytirilgan 6, o'ng tomonda 65 kere 5. Xo'sh, buni ko'paytirib hisoblashimiz shart emas. Oxirgi raqamga qarang. 4 kere 6, oxirgi raqami to'g'rimi? 24. 4 bilan tugaydimi? Buni oxirgi raqami 5 kere 5, 5 bilan tugaydimi? Demak, ular teng emas. Demak, 6-si teng emas ekan. 7-sinf algebra, sonli ifodalar. 14-bet 7-mashq. Hisoblang deyapti. Xo'sh, buni hisoblashda e'tibor beramiz. Ana 12/7 bu yerda bor, ha? Yana bu yerda ham 12/7 bor. Demak, bularni 12/7 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, 64 plus 36 bo'ladi. Plus qayerdan keldi? Ana 36 ni oldidagi plusga qaraymiz. Demak, 12/7 64 plus 36 bo'ldi. Endi bunga e'tibor bering. Bu 36 emas. Bu 17/3 emas. Ana bu 17/3. Demak, 36 qarangda. Buni 36 ni 3/6 ni 36 bo'lingan 10 deb yozsak bo'ladi, to'g'rimi? Joyiga, shuni joyiga. Buni bo'lmay, keyin buni bo'lsak bo'ladi. Shunda 17/3 bo'ladi. Ya'ni bu vergul, bitta vergulni bu yoqqa siljitib, buni bu yoqqa siljitib olamiz. Yig'indisi, ya'ni bu +1, bu -1. Siljishlar 0 bo'lsa bo'ldi, farqi yo'q. Demak, bu 17/3 bo'ladi, bu 36 bo'ladi. Shunda 17/3, bunda ham 17/3 qavsni tashqariga chiqarsak, bu 36 bo'ladi. Bu 64. Ana 36 plus 64. Endi bu 36, 64 plus 36 100 bo'ladi. Ko'paytirilganda ikkita 0 siljiydi, to'g'rimi? 127, keyin yana oldiga 0 qo'yiladi. Yana 1270. Bunisi ham shunday, bitta siljiydi. Yana bu 100 bo'lganiga 36 plus 64 1730 bo'ladi. Bu ikkalasini qo'shsak, bu 0 ni hisoblamaganda ana 300, 173 ga 127 oxiriga 0 ni qo'yib qo'ysak, 3000 bo'ladi. Endi ikkinchisi. Xo'sh, ikkinchisiga e'tibor beramiz. Qarang.
13,5 bu yerda bor. Bu yerda ham 13,5 bor. Qavsdan tashqariga chiqarsak, 5/8 qavsning ichida qarang. 13,5 qavsdan tashqariga chiqarsak, 5/8 bu, bunisi 4/2. Plus qayerdan keldi? Ana bu plus bu yerdan keldi. Shu oldidagiga qaraladi. Endi ikkinchisi -8/3 ni qavsdan tashqariga chiqaryapmiz, qarang. 4/2 bu yerda bu minus chiqqandan keyin ana bu yerda yana 8/3 minus qavsdan tashqariga chiqarganiga bu plus bo'ladi. Nimaga? Chunki minus tashqariga chiqdi. Agar ochganimizda bu ham minus bo'ladi, ko'paytirganimizda bu ham minus bo'ladi. Shuning uchun demak bu plus bo'ladi. Ana bu 5/8 bu yerga keldi. Endi 5/8 ni 4/2 ga qo'shsak 10 bo'ladi. 10 ga ko'paytirganimizda virgul bitta siljiydi. Bu 135. Bunisi ham 10 bo'ladi. Ko'paytirganimizda 83. Demak, 135 ayrilgan 83 teng 52 bo'ladi. 7-sinf algebra, sonli ifodalar. 14-bet 9-mashq. Xo'sh, sonli ifodaning qiymatini toping. Asosan bu kasrlar, shularni yechishimiz kerak. Birinchisidan boshlaylik. Xo'sh, endi 5 dan 3 ni o'zini yozib olamiz. Bu bo'lingan 10 dan 9. Bo'linganda ko'paytirish bilan almashtiramizda 9 bilan 10 joy almashib qoladi. Shunda ana ko'paytirish ana bo'lingan, ko'paytirish 9 dan 10. Bu 10 dan 9 edi, e'tibor bering. Demak, bo'lganda ko'paytirish bilan almashtirilganda surat va bilan kasr teskarisiga almashadi. Qo'shilgan, buni noto'g'ri kasrga o'tkazamiz. 3 kara 4 12, 12 ga 3 ni qo'shamiz 15. 15 taqsim 4. Ko'paytirilgan 5 dan 2 ni o'zi ayrilgan 4 bo'lingan, buni noto'g'ri kasrga o'tkazamiz. 2 kara 3 6, 6 ga 2 ni qo'shamiz 8 taqsim 3. Teng, endi bu amalni bajarishimiz kerak. Bu yerda 3 bilan 9 qisqaradi, bu yerda 3 qoladi. 5 bilan 10 qisqaradi, bu yerda 2 qoladi. Demak, bu yerda 1 qisqarganda 1 qolyapti, 3 dan 2 qolyapti. Plus 15 bilan 5 qisqarsa 3/1 qoladi, 3 ga 1. 4 bilan 2 qisqarsa 1/2 qoladi. 1/2. Ayrilgan 4. Endi buni ko'paytirish bilan almashtiramiz. Bu 3 dan 8 mi? 8 dan 3 bo'ladi, ko'paytirish bo'lish hisobiga. 8 dan 3 teng. Endi 1 ga ko'paytirganda o'zi bo'laveradi bular. Demak, 3 dan 2, 3 dan 2 qo'shilgan. Bu 2 dan 3, 2 dan 3 ayrilgan. Endi 4 bilan 8 qisqarsa bu 2 dan 3 bo'ladi. 2 dan 3. Endi e'tibor bering. Bu 2 dan 3 ayrilgan 2 dan 3. Ana bu qismi 0 bo'lib ketadi. 3 dan 2 ni o'zi o'z qismi qoladi. 3 dan 2. Ikkinchisi endi noto'g'ri kasrga o'giramiz. 7 kara 3 21. 21 ga 1 ni qo'shamiz 22 taqsim 3. 22 taqsim 3 bo'lingan. Buni ham noto'g'ri kasrga o'giramiz. 12 kara 4 48. 48 ga 1 ni qo'shamiz 49. 49 taqsim 4. Ko'paytirilgan. Buni ham noto'g'ri kasrga o'giramiz. 6 kara 8 48. 1 ni qo'shamiz 49. 49 taqsim 8. Ana. Endi ana bu bo'lishni ko'paytirishga o'girishimiz kerak. Endi 22 taqsim 3 ko'paytirilgan, ana 49 pastga tushadi, 4 yuqoriga chiqadi. 49 dan 4 ko'paytirilgan, buni o'zi 8 dan 49. Endi nimalar qisqaradi? Bu 49 lar ketadi. 4 bilan 8 qisqarsa 4 ga, bu yerda 1, bu yerda 2 qoladi. Bu 2 bilan 22 ni qisqarsa, ana 11 qolyapti bu yerda 3 qolyapti. Qolgan hammasi qisqarib ketyapti. Demak, 3 dan 11. Buni to'g'ri kasrga o'girib yozishimiz mumkin. Demak, 3/3 dan 2 bo'ladi. Chunki 11 ni 3 ga bo'lamiz, 3/, qoldig'ini suratga yozib qo'yamiz. Endi uchinchisi. Xo'sh, 1/12 dan 5, e'tibor bering bu yerda. 1/12 dan 5. Buni bu yerda ham 1/12 dan 5. Buni noto'g'ri kasrga o'giramizda qavsdan tashqariga chiqaramiz. Xo'sh, noto'g'ri kasrga o'girganimizda 1 kara 12, 12, 12 ga 5 ni qo'shamiz 17, 17 taqsim 12 ko'paytirilgan. Bu ana qavsdan tashqariga chiqardik dedik. 3 taqsim 34 bu. Bu qavsdan tashqariga chiqqandan keyin bu qoladi. Buni demak 1 plus 31 taqsim 34 deb yoza olamiz. Endi qarang, 34 dan 3, 34 dan 31. Bu ikkalasini qo'sha olamizmi? Qo'sha olamiz, chunki mahrajlari bir xil. 3 ga 31 ni qo'shsak 34 bo'ladi. 34 taqsim 34. Bu 1 ga teng, demak 2 bo'ladi. Demak 17 taqsim 12 ko'paytirilgan 2. 2 bilan 12 qisqarib ketsa 6 dan 17.
Buni to'g'ri kasrga o'girsak, demak 17 ni 6 ga bo'lsak 2 marta, qoldiq 5. Demak 2,6 dan 5. Endi 4-si 10,3 dan 2. Buni to'g'ri kasrga o'giramiz. Demak, noto'g'ri kasrga 10 kara 3 30 qo'shamiz 2 ni 32 taqsim 3 yana ko'paytirilgan 2 kara 15 30 30 ga 2 ni qo'shamiz 32 taqsim 15 ko'paytirilgan bu yerda. Balki bu yerda bo'lish bo'lgandir, ana qolib ketgandir, noto'g'ri yozilgandir. Chunki bo'lish bo'lganda 32 lar qisqarib ketardi, 3 bilan 15 qisqarardi, 5 qolardi. Bu shuni o'zi 5 bo'lardi. Lekin ko'paytirish qanday bo'lsa shunday yechishga majburmiz. Xo'sh, shuni yechaylik. Ayrilgan. Endi buni noto'g'ri kasrga o'giramiz. 2 kara 5 10, 10 ga 2 ni qo'shamiz 12, 12 taqsim 5 ko'paytirilgan. 5 kara 2 10, 10 ga 11 1 ni qo'shamiz 11 taqsim 2. Xo'sh, shu holatga keldi. Bu yerda biron narsa qisqarmaydi, ko'paytiramiz. 3 kara 15 45 yana 32 kara 32 1024 ayrilgan. 12 kara 11 132, 5 kara 2 10. Endi 45 bilan 10 ni umumiy mahrajga keltirishimiz kerak ayirib bilishimiz uchun. Shunda ikkalasiga umumiy mahraj 90 bo'ladi. Demak, buni 2 marta ko'paytiramiz, buni 9 ga ko'paytiramiz. Demak, buni 2 ga ko'paytirganimizda 1024 2048 bo'ladi. Ayrilgan. Buni 9 ga ko'paytirganimizda 132 1188 bo'ladi. Endi 2048 dan 1188 ni ayira olamiz, chunki mahrajlar bir xil. Ayirganimizda 860 taqsim 90 bo'ladi. Endi 0 lar qisqarib ketsa 86 taqsim 9 bo'ladi. Ya'ni 0 lar qisqarmaydi, aslida 10 ga qisqaryapti bu yerda. Endi odatda bir xil 0 lar bo'lsa, ustini o'chirib qo'ysak bo'ladi shunga. Oson bo'lishi uchun. Xo'sh, buni to'g'ri kasrga o'gira olamiz. 86 ni 9 ga bo'lsak 9 marta, ya'ni 81. Qoldi 5 bo'ladi. 9,9 dan 5. Obuna bo'lamiz, like bosamiz, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosamiz va Telegram kanaliga a'zo bo'lamiz.